bir oyda minus 6 kilogrammdan 15 kilogrammgacha sog'lom ozib qaytib semirmaslikka tayyormisiz? Unda aynan bu video siz uchun. Agar sizni tanangizda kortizol gormoni yuqori bo'lsa, siz dieta qilasizmi, sport bilan shug'ullanasizmi, ozish uchun harakat qilasizmi, sizda natija bo'lmaydi. Aynan mana shu kortizol gormonini siz uy sharoitida aniqlab, uy sharoitida tushirib, ozishni boshlasangiz, tezlik bilan vazn yo'qotasiz va yo'qotgan vazningiz tezlik bilan kelmaydi. Endi men bugun sizlarga ajoyib kortizol gormonini uy sharoitida tushirishga va ozishga yordam beradigan damlamalar haqida sizlar bilan bugun gaplashaman. Ushbu videoni ko'rib turganingizdan bag'oyatda xursandman, chunki bilaman sizni sog'ligingizda muammo bor. Ya'ni ozishni xohlayapsiz. Ozish uchun juda ham ko'p yo'llar bilan harakat qilyapsiz. Natija olmayapsiz. Natija bo'lsa, yo'qotgan vazningiz qaytib kelyapti. Demak, sizni tanangizda kortizol gormoni yuqori. Kortizol gormoni yuqoriligini qanday uy sharoitida aniqlasa bo'ladi? Sochlaringiz ko'p to'kilsa, bu kortizol gormoni yuqorigidan. Sal narsaga asabiy bo'lsangiz, sal narsaga stressga tushsangiz, bu ham kortizol gormoni yuqorida. Qorningizda osilish bo'lsa, bu ham kortizol gormoni hisoblanadi. Kortizol gormoni yuqoriligi bu ozishga juda ham to'sqinlik qiladi-da. Chunki sizda uyqu yaxshi bo'lmaydi, sizda tinimsiz qabziyat muammosi bo'ladi, sal narsaga baqirib ketasiz, ba'zi payt o'zingizdan nima xohlayotganingizni bilmaysiz. Kortizol gormoni yuqori bo'lsa, insulin darajasi ham yuqori bo'ladi. Kortizol gormoni bilan insulin darajasi aka-ukada yashaydi. Aynan siz kortizol gormonini uy sharoitida normal holatga keltirish uchun birinchi navbatda mana shu damlamalardan ishni boshlashingiz kerak. Mana shundagina kortizol gormoni normal holatiga tushishni boshlaydi. Birinchi navbatda siz kortizol gormonini tushirish uchun sifatli uyquga fokusingizni qaratishingiz kerak. Juda ham ko'pchilik ayollar juda ham kech uxlashadi. Bu esa stress, ya'ni kortizol gormoni oshishiga sabab bo'ladi. Tanada kortizol gormoni oshsa, qabziyat muammosi kelib chiqadi. Turli xil sabablar kelib chiqishni boshlaydi. Birinchi navbatda sifatli uyqu qachon bo'ladi? 20:00 dan boshlab organizmda melatonin gormoni ishlab chiqarishni boshlaydi. Melatonin gormoni barcha gormonlarning joy-joyiga tushishiga yordam beradi. Shuning uchun kortizol gormonini ham tushirishga yordam beradi. Siz 22:00 da qarab, o'sha sifatli uyquni organizmga bering. 20:00 da melatonin gormoni ishlab chiqarishni boshlasa, 22:00 ga qarab maksimal darajada ko'tariladi. Ya'ni siz uxlolmadim degan taqdirda 23:00 da o'sha sifatli uyquda bo'lishingiz kerak. Mana shundagina kortizol gormoni osongina pasayishni boshlaydi va sizdagi tanangizda metabolizm jarayoni yaxshilandi, ichki yog'lar erishni boshlaydi. Sifatli uyquda ham juda ham katta gap. Sifatli uyquni organizmga bersangiz, ozasiz, barcha gormonlaringiz joy-joyiga tushadi. Baxt gormoni, dopamin gormoni oshadi. Siz kun davomida yaxshi kayfiyat bilan yurasiz. Endi uy sharoitida kortizol gormonini normal holatiga keltirish uchun nimalar qilish kerak? Aynan mana shu damlamalar sizga yordam beradi. Birinchi romashkadan boshlaymiz. Va bu qaynagan suv qizlar. Qaynagan suvni solasiz. Qaynagan suvni solganingizdan keyin aralashtirasiz. Xo'sh, aralashtirasiz. Buni 5 daqiqaga qo'yasiz. Sagina sovigandan keyin uxlashdan 2 soat oldin mana shu 1 stakan ichasiz. Uyquni normal holatiga keltiradi, asabni tinchlantiradi, mana shu kortizol gormoni pasayishiga yordam beradi. Xuddi chaqaloqlardek uxlaysiz. Agar sal narsaga asabiyingiz chiqsa, sal narsaga bezovta bo'lsangiz, sirazi mana shunaqa romashka damlamasini ichishni sizga tavsiya beraman. Chunki o'zim ham sal narsaga asabiy bo'lsam, ishda hamma narsa bo'ladi. Sirazi mana shu romashka damlamasini tayyorlab ichaman va asablarim tez joyiga tushadi. Aynan mana shu romashka damlamasi orqali uyqu ham juda ham normal holatiga tushadi. Chunki juda ham ko'p ayollarimiz uyqum yaxshi emas, kechalar yaxshi uxlay olmayman degan murojaat bilan menga chiqishadi. Aynan mana shu romashka damlamasi va bir qoshiq, kichkina qoshiqda asal solib shu damlamani ichsangiz, siz mana shu muammoyingizdan, uyqusizlikdan, stressdan xalos bo'lasiz va kortizol gormoni juda ham zo'r tushishiga yordam beradi. Demak, romashka damlamasini uyqudan 2 soat oldin ichasizlar. Xo'sh, bu bo'ldi. Endi melisa, buni tarkibida miyata bor, ya'ni yalpiz bor. Buni olasiz. Endi bizda asal kerak bo'lmaydi. Bir pachkasini olasiz. Bir pachkasini olganingizdan keyin mana solasiz va qaynagan suv solasiz. Bu rang berishni boshlaydi. Qaynagan suvni solganingizdan keyin, rang berganingizdan keyin mana shu qaynoq holatda ertalab uyg'onishingiz bilan 1 stakan xuddi issiq choyni qanaqa ho'plab ichasizlar, xuddi shunaqa tartibda ho'plab ichasizlar. Bunda 2 paketcha solsangiz ham bo'ladi, rangi yanada zo'r bo'ladi.
kun davomida shishlar, otsoqlarni yo'qotadi, asabni tinchlantiradi. Juda ham zo'r. Ertalab uyg'onishingiz bilan uyg'onasiz, bomdod namozi o'qishdan oldin mana shuni bir stakanni issiq choy ichgandek ho'plab ichsangiz bo'ldi. Xo'sh, bu nima qiladi? Birinchi navbatda shishlarni yaxshilaydi, otsoqlar ketadi. Kun davomida yurak faoliyatini yaxshi ishlashini ta'minlaydi. Yurak yaxshi ishlasa, yurak ish faoliyati yaxshilansa, qon aylanishi yaxshi bo'lsa, albatta kortizol gormoni tushish boshlaydi. Xo'sh, endi bu damlama. Bu rastaropsha damlamasi. Bu endi bilasizmi, buni foydasi juda ham katta. Endi hozir meni yonimda bir stakan, ikkita paketni soldim. Aslida buni 1 litrlik bankaga tayyorlasangiz juda ham yaxshi bo'ladi. 1 litrlik bankaga 4 ta paketini solasiz. Qaynagan suvni solganingizdan keyin dimlab qo'yasizda, kun davomida kunlik suv normasiga ichasiz. Kun davomida 1 litr ichasiz. Shishlarni ketkazadi, pochka, ya'ni buyrakni yaxshi ishlashini ta'minlaydi. Hammani hozir tanasida otsoq shishlar bor, ortiqcha suvlar bor. Ortiqcha suv bu sizni tanangizda gormonlar buzilishiga olib keladi. Yana sizda nafas olish qiyinlashadi, yurakda qisilish bo'ladi. Aynan bu damlama shishlarni, otsoqlarni ketkazadi. Metabolizm jarayoni yaxshi bo'ladi. Tanada sokinlik paydo bo'ladi. Ya'ni tanada stress ham qolmaydi, tanada tinchlik tana bo'ladi. Bunaqa qanaqadir bir asabiy bo'lib yurmaysizda. Bu mana shu tanadagi metabolizm jarayonini yaxshilaydi. Bir kunda 1 litr ichsangiz bo'ldi. Mana shu damlamalar sizni o'sha kortizol gormoningizni normal holatga keltirishga yordam beradi. Yana sizga hech kim aytmagan bitta haqiqatni aytmoqchiman. Mana shu damlamalarni ichishni boshlaganingizdan keyin albatta soxta tabassumni ham o'zingizga berishni boshlang. Biza qachon kulamiz? Qachonki bizani kimdir kuldirsa, qanaqadir nimadir ko'rsa, kinomi, nimadir ko'rsak biza kulamiz. Boshqa payt kulmaymiz. Aslida kulgu bizani barcha gormonlarimizni joy-joyiga tushishga yordam beradi. Kortizol gormonini normal holatiga keltirishga yordam beradigan bu tabassum. Tabassum soxta ham bo'lishi mumkin. Yana siz 10 daqiqa o'zingizga soxta tabassumni bering. Bu soxta tabassum. 10 daqiqada siz soxta tabassumni o'zingizga bersangiz, kortizol tushadi, dopamin gormoni oshadi, baxt gormoni oshadi-da, sizni kayfiyatingiz yaxshilanadi. Kayfiyatingiz qachonki zo'r bo'lsa, kortizol gormoni o'z-o'zidan tushadi. Bu esa sizni tezroq ozishingizga yordam beradi, stress bilan yurmasligingizga yordam beradi. Hozir kunda hamma stress bilan yuradi. Shuning uchun mana shu maslahatlarim sizni mana shu kortizol gormoningizni normal holatiga tushishga yordam beradi. Endi o'zimni qisqacha qilib tanishtirsam, men Guli Ochlovdan 6 yillik tajribaga ega dietologman. 6 yil davomida 20 mingdan ortiq insonlarga sog'lom ozishda va sog'liklarini tiklashda yordam berganman. Asosan men ong osti bilan ishlagan holatda, hamma narsani iste'mol qilgan holatda ongli ravishda ozishga yordam beraman. Siz shirinlik yeysizmi, xamirli ovqatlar yeysizmi, oshlarni yeysizmi, nonlarni yeysizmi? Mana shu narsalarni vaqtida, me'yorda yeb turgan holatda, ong osti bilan ishlagan holatda siz ozishni boshlasangiz, sizda natija bo'ladi. Ozganingizdan keyin qaytib semirmaysiz. Dietalar sizni ozdirmaydi. Dietalar sizni qaytanga ozolmasligingizga sabab bo'ladi. Siz bugun men dieta qilishni boshladim deysiz, ong osti o'zini himoya qilishga o'tadi. Ya'ni bu meni och qoldiradigan himoya mexanizmini yo'qadi. Ya'ni tana o'ziga himoya mexanizmini yo'qadi. Ya'ni siz dieta bilan ozishni boshladingizmi, ichki yog'lar erimaydi. Tana o'z vaznini mana shunday ushlab o'tiradi. Siz och qilib ozishni davom ettirasiz. Tana majbur otsoqlar, yog'larni qo'yib yuboradi-da. Dietani to'xtatganingizdan keyin 2 barobar o'sha zapas qilib yog'larni yig'ib oladi. Siz asosan ong ostingizda ozish programmasini to'g'ri ko'rsatib, hech qanaqa dietalarsiz hissiyot bilan ozishni boshlasangiz, tana voy meni och qoldirmaydi degan tanada ong osti signal beradi va sizda ozishga nisbatan qiyinchilik bo'lmaydi-da, yaxshi kayfiyatda hamma narsani yeb turgan holatda ozasiz. Albatta buni o'zini amaliyotlari, bilimlari bor. Xudo xohlasa inshaalloh 31 kunlik ongli ozish va qaytib semirmaslik kursimga inshaalloh start beraman. Agar men bilan insulin gormoni, kortizol gormonlarini uy sharoitida aniqlab, uy sharoitida hech qanaqa dorilar ichmasdan uy sharoitida tushirib, men bilan birgalikda ongli ozib qaytib semirmaslikka tayyor bo'lsangiz, unda hoziroq pastdagi tugmani bosib ro'yxatdan o'ting va meni ongli ozish kursimga ishtirok eting.